Alo, Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Barnoxon onajon bilan bog'landikmi? Ha, Yaxshimisiz? Salomatmisiz? rahmat, xudoga shukr. Sog'liqlaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Ayni daqiqalarda yaqinlarimga tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilyapman. Ushbu loyiha boshlovchisi Mahfuzaxon bilan suhbatlashyapsiz. Rahmat, tanishgandan xursandman. Tashakkur. Bugungidek Allohimga banda Rasulimizga ummat bo'lgan kuningiz, shukrona ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat, tekon. Ilohim bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Yuzingizdan kulgu tabassum arimasin, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat, tekon. Birozgina qimmatli vaqtingizni olib siz bilan suhbat qursam qarshi bo'lmaysizmi? Mayli, bemalol. Minnatdorman. Sababi bizning loyihamizga bugungi shukrona ayyomingizni o'zgacha nishonlash maqsadida yaqin insonlaringiz tomonidan tabrik xatlari yo'llangan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabrik xatlarini yaqinlaringizdan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Bilmasam, jigarlarim, qamalga ertalabdan beri qiz yotishibdi. Kim qoldi endi bilolmadim. Kimlar tabriklashga ulgurishmadi hali? Akalarim, opalarim qilishdi. Farzandlarim. Men bilolmadim bu kimniki. Har birlari uchun birdek qadrlisiz albatta. Kelinganda o'zim ayta qolaman, sizni chin dildan yaxshi ko'ruvchi, dunyolarcha yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi farzandlaringiz, jannat kalitlaringiz Dono opa, Mahbuba opa, o'g'lingiz Sarvarjon aka hamda turmush o'rtog'ingiz Yashnar ota, keliningiz Madina opa, nabiralaringiz, barcha yaqinlaringiz tabriklab qolishgan. Rahmat. Agar ijozat bersangiz, tashakkur. Agar ijozat bersangiz, ularning siz uchun atalgan dilnomalari yo tabrik xatlari bor, shularni sizga o'qib eshittirsam. Jonim bilan eshitaman. Minnatdorman. Assalomu alaykum, mening mehribonim, yuzlari nurli farishtam, beg'uborim, mehrligim, suyukligim, duogo'yim, yakkayu yagonam, jannatim, xonadonimizning ko'rki chiroyi, har bir so'zlari bizga ibrat bo'lgan mehri tuganmas, mehrli farishtam, boyligim onajonim. Bugungi Allohimizga suyukli banda Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom, tavallud kuningiz bilan chin qalbimdan barcha yaqinlarimiz nomlaridan samimiy muborakbod etaman. Bugungidek yoshlarni ko'pini ko'rib yuring ilohim. Aziz boshingiz hamisha omon bo'lsin. Allohim ikki dunyo saodatiga erishishni sizga nasib ro'z aylasin. Har bir kuningizni quvonchga, shodlikka, baxtga, omadga Alloh boy qilaversin. Bizning baxtimizga sog' salomat bo'lib yuravering mehribonim. Dunyo turguncha turing. Ilohim sizni shu qadar qattiq yaxshi ko'ramanki, sizga bo'lgan mehrimni, muhabbatimni ta'riflash uchun so'zlar bitmoq uchun esa qalam ojizdir onajonim. Siz bizning hayot yo'limizni yoritguvchi chirog'imiz, boshimizning soyaboni, duogo'yimiz, mehribonimiz, mehr va muhabbati tuganmas boyligimizsiz. Inshaalloh bizning baxtli kunlarimizda bosh bo'lib, davralarimizni to'ldirib yurishlikni Allohim sizga va bizga nasib ro'z aylasin. Mehribonim, umringiz shunaqangi uzoq bo'lsinki, bu dunyoda totmagan baxtli onalaringiz qolmasin. Onajonim, mehribonim, nurli yuzingizdan, nurli ko'zlaringizdan aslo ko'z yoshlar oqmasin. Ko'z yoshlar oqsa-da quvonch, baxt ko'z yoshlari bo'lsin. Bizni rohatlarimizni rohatlanib ko'rib yuring. Jannat ifori taraladigan mehribon onajonim, yaxshiyam hayotimizda borsiz. Boringiz uchun alhamdulillah. Inshaalloh mana shunday tavallud kunlaringizning birini Allohimning muqaddas dargohi bo'lmoq Makka va Madinada kutib olishlikni Allohim o'zi sizga nasib ro'z aylasin. Ilohim qadamlaringiz Makkatullohga yetsin. Go'zal ko'zlaringiz Ka'batullohni ko'rsin. Aytgan shirin zabon so'zlaringiz Baytullohga labbayka bo'lsin onajon. Bilib bilmay qalb gavharingizga azob bergan bo'lsak, bizni kechiring. Dunyosidan ketyapman to'lib, yuragimni ishqqa qorsaydim,
niyat qildim bir odam bo'lib onam bilan hajga borsaydim. Katta bo'ldim, ulg'aydi bo'yim, lekin hamon boladay o'yim, o'shalardi barcha orzuyim. Onam bilan hajga borsaydim, qachon kelar ekan bu onim? O'ylayverib og'riydi jonim, o'lsam qolmas edi armonim. Onam bilan hajga borsaydim, duolarini qilmaydi-kanda, duolarga javob yo'q manda. Hoji onam derdim o'shanda. Onam bilan hajga borsaydim, ne topardim taqdirdan nolib, vaqt tushmagur hamisha g'olib, otamni bir yelkamga olib, onam bilan hajga borsaydim deya mana shunday samimiy tilaklarni mehribon farzand ne'matlaringiz, yaqinlaringiz nomlaridan qabul qilib qolasiz. Ilohim, o'sha kunlarga ilohim yetqizsin Allohim. Farzandlarim qo'shganimda qo'sha parcha hammaliga. Xo'jayinim men tanlari sog', mo'ylari uzoq bo'lsin. Faqat har safarlariga borish kelishdi. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin ilohim. Rahmat ko'pdan. Ilohim aytganingiz kelsin. Ilohim aytganingiz rivojini bersin, bola chaqalar rohatini ko'raylik. Tashakkur. Xursand bo'ldingizmi onajon? Albatta. Bunaqa gaplar kimga yoqmaydi? Mashalloh. Doimo mana shunday ilohim Xudoyim yetkazsin shu kunlarni ko'raylik. Farzandlarim orqamizda qo'ysin ilohim. Ilohim aytganingiz kelsin. Doimo mana shunday yaqinlaringiz mehrida bo'ling. Oilaviy barqarorlik, to'kin sochilik, fayz va barokatlar tilaymiz. Xush kayfiyatlik sizni aslo tark etmasin. Amin. Sen tanjoningiz sog' bo'lsin. Rahmat ko'pchikan. Ko'nglim ancha ko'tarildi. Tashakkur. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. G'oyibona suhbat uchun minnatdorman. Siz bilan yana diydor qadar Allohga omonatsiz. Rahmat. Boshlangan kuningiz xayrli va barokatli bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oling. Rahmat. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirib yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda o'ltirib yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Unga gap tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashar boshini